endi nepotizm masalasi, boshqa masalada hozir oxirgi davrda bunday holatlarni biz o'zimiz yaratayotganimiz yo'q va bunga qarshi keskin kurashgan holatda bunday imkoniyatlarga yo'l berayotganimiz yo'q. Vashingtondan salom. Kuni kecha Kunuzga murojaat qilgan Kanadadagi hamyurtimiz, Konservativ partiya kengashi a'zosi, Janubiy Alberta texnologiya instituti xodimi Obidxon Mamadaliyev O'zbekistondagi migratsiya agentligidan norozi. Murojaat qilishdi. Jami bo'lib kecha men o'tirib sanab chiqdim, 76 insondan iltimos keldi. Sababi hamyurtimiz agentlikning Kanadadagi faxriy vakili bo'lish uchun hujjatlarini taqdim etgan. Menga pul bermaydi bu narsa. Menga ortiqcha yuk, ammo men mana shu masalan job marketlarga yoki bo'lmasam o'sha federal mehnat vazirligi betdagi immigratsiya vazirligiga ro'yxatdan o'tib qo'ysam va O'zbekistonni temporary foreign worker programmasiga kirishiga oson yo'l bo'lardi. Ya'ni shartnomaning ishtirokchilari bir tomonda siz bo'lsangiz, ikkinchi tomonda to'g'ridan-to'g'ri Behzod Musayevning o'zi. Behzod Musayevning shaxsan o'zi. Demak, Musayevning o'zini ham bu shartnoma va sizning tashabbusingizdan xabari bo'lgan. Albatta, Olim Qodirovning aytishi bo'yicha. Assalomu alaykum, Obidxon aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Sog' salomatliklar yaxshimi? Uzr, bizda endi ish payti, sizlarda necha bo'lganini bilmayman soatni. Okajon, men shartnomaga qo'l qo'yib berish oxirgi har bitta betiga qo'l qo'yib bering endi. Rahbariyat so'raydi har bitta betidan hech narsa o'zgarib ketmasligi uchun bizdan ham, sizdan ham ko'ngil to'q bo'ladi. Shuning uchun har bir betiga qo'l qo'ydirib, skanerga qo'l qo'yib berib, skaner qilib tashlab yuboring. Bizni rahbar ham shunday qiladilar keyin. O'shanga shunday qilib tashlab bering akajon. Rahmat sizga. Hamma narsa Behzod Musayevning tashabbusi. Kelgusida ushbu ish bilan Kanadaga keluvchi mehnat muhojirlarini himoya qilish, O'zbekiston bilan mehnat munosabatlarining borishida ko'maklashishni reja qilgan. Nepal davlatidan ishchilar kelar ekan. Ishonasizmi? Biz Nepaldan 100 marta rivojlangan davlatmiz. Bundoq qarasa. Hattoki o'sha Nepal ro'yxatda bor ekan, O'zbekiston yo'q ekan. Ammo Mamadaliyevning bizga aytishicha, agentlik uning tashabbuslarini yerda qoldirib, vaqtini olgan va aniq javob bermay sarson qilgan. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, ana o'sha apreldan keyin men elektron pochtasiga xat yozaman. Elektron pochta menga qaytib, sizni elektron pochtangizdan xat kirishi bloklangan degan javob keladi. Mana kuni kecha ham xuddi shunday kelgan. Xo'sh, kanadalik hamyurtimiz lavozimparastmi yoki u rostdan ham Kanadaga mehnat muhojirlarini yuborishda huquqiy yo'l ochilishiga ko'maklashmoqchi edimi? Bu yerda mening hech qanday moddiy manfaatim yo'q edi, deydi Mamadaliyev Kunuzning savollariga javoban. Ijtimoiy tarmoq orqali Olim Qodirovga yozdim. Olim Qodirov bergan insonga yozdim. Telegramiga yozdim, telefoniga yozdim, elektron pochtasiga yozdim. Qabriston osoyishtaligi. Hozirgi suhbatimizda vaziyatni bilishga va hamyurtimizni eshitishga harakat qilamiz.